Assalomu alaykum. Men Sanjar Yo'ldashev, amaliyotchi psixolog, Psixosfera amaliy psixologik markazining direktoriman. ICPT Business Traderlar maktabining metodologiyasini o'ziga xos tomoni shundayki, bu yerda birinchidan modullarning tuzilishi mantiqiy, qanchalik bir-biriga ketma-ket tayyorlangan bo'lmasin, lekin siz uni har qanday moduldan boshlasangiz bo'ladi va bunda ta'limning yaxlitligi va demak ketma-ketligi buzilib ketmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, materiallar maksimal, nazariy materiallar maksimal darajada minimallashtirilgan va uning o'rinlarini amaliy, bevosita diqqatni bilish jarayonlarini faollashtirish yo'naltirilgan texnikalar, instrumentlar, mashqlar bilan juda ham boyitilgan. Undan tashqari har bitta mashqni bajarishga puxta tayyorgarlik, mashqni bajarish jarayoni o'zini protsedura qismlari va uni yakunlangandan keyin har bittasidan keyin qayta aloqa monitoring yo'lga qo'yilishi bu olingan bilimlarni joyida amaliyotda qo'llash va sinab ko'rish imkoniyatlarini yaratadi.